Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Bugun sizlar bilan Beston firmasini yangi mo'yshi apparatini ko'rib chiqamiz. Podrobniy, detalniy obzor qilamiz. Xullas, har bitta detaliga bittalab to'xtab o'tib tushuntirib chiqamiz sizga qanaqa ishlashlarini, qanaqa qo'yilishini. Apparatimizni ko'rinishi shunaqa. Bu ham mo'yshi pilisos bo'ladi. Ham gilamli, ham pollarni yuvadi, ham undan tashqari bu nasatkalar orqali sizga pollaringizni artib beradi, shvabrani o'rnini ham bosadi. Divan mebellarga ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, pilososda ikkita baki bor. Bitta baki bu tashqi asosiy baki hisoblanadi. Bu mana shunaqa ko'targaningizda yechiladi va buni tepa qismidan, momentidan suv quyishingiz mumkin bo'ladi. Suv quyiladi va ozgina mo'yshi rastvor qo'shib yuborasiz. Ikkinchisi bu yerda knopkasi bor. Bunda bossangiz yechiladi. Bu yerda nima bo'ladi desangiz, bu yerda atrobotning suvi, ya'ni kir suvi shotga yig'ib beradi. Ko'rishingiz mumkin, kattagina qilib ishlangan bo'ladi. Buni yechish ham mumkin. Bundoq siz yechiladi. Baquvvat, qalin va bu yerda mana bunaqa narsasi bor. Bu poplavok deyiladi. Suvi to'lib qolsa, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Bundan tashqari tepa qismida mana shunaqa HEPA filtratsiyasi va gubka filtratsiyasi bor. Bu nima uchun qilingan? Chang chiqib ketmasligi uchun. O'zi shundoq mo'yka qilganingizda chang chiqib ketmaydi, chunki suvga yig'iladi. Undan da tashqari yanada doполнительный shunaqa ishlangan. Va buni joyiga qotirib qo'yiladi. Undan tashqari pilososni komplektida mana kabli bir 5 metrga yaqin xonadan xonaga olib o'tib bemalol ishlata olasiz. Mana bu yerda shunaqa joyi bor. Bitta bossangiz pilosos orqaga ketadi. Bu misol uchun ishlamaydigan holati bo'lsa, bo'ldi. Ishlatmasangiz mana shunday qo'yib qo'yasiz. Buni bitta bossangiz bu yiqiladi va bemalol yurg'izib ishlatishga qulay bo'ladi. Botini bossangiz o'zi avtomatik suv sepadigan funksiyasi ham bor rukoyatkasida. Orqa tarafida pilosos yoqib o'chirish funksiyasi bittasi va ikkinchisi. Bundan o'chuv bo'lsa bu ishlamaydi. Buni yoqasiz va keyin bunga o'tasiz. Pilososni komplektatsiyasi bilan tanishtiramiz. Birinchi o'chirtda ko'zimiz tushadigan narsa krishkasi. Bu krishka ikkita chiqyapti. Bir xili nimaga ikkita deb o'ylash mumkin. Bu ikkita bir xil pashti krishka ko'rinishi bo'yicha. Birinchisini tegi rezinkali qilingan bo'ladi. Bu polladan suv tortib ketish uchun. Ikkinchisi rezinka emas, oddiy qilib mana buni qiyshaytirib chiqarilgan bo'ladi. Bu gilamlardan yuvish paytida ishlatishingiz uchun mo'ljallangan bo'ladi. Keyingisi bu mana shunaqa nasatkasi chiqadi va ikkita rolika chiqadi. Bu ikkita rolikini botga o'rnatish mumkin bo'ladi. Buni hozir sizlarga video davomida ko'rsatib beramiz. Botda mana shunaqa o'zini skribokli nasatkasi chiqyapti. Bu nima uchun ishlatish mumkin? Buni oyna tozalash uchun ishlatish mumkin bo'ladi. Va komplektida mana shunaqa nasatkasi chiqadi, cho'tkali. Bu cho'tkali nasatkasini divan mebel uchun ishlatishingiz mumkin bo'ladi, yuvish uchun. Komplektida 2 metrga yaqin bo'lgan mana shunaqa shlankasi chiqadi. Bu shlankasi botga o'rnatilinadi. Mana shunga o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Komplektida mana shunaqa nasatka divan mebel uchun va shunaqa nasatkasi chiqadi oynalar uchun. Oynalarni tozalab, artib, yuvib ketish uchun. Botini bitta bossanglar, mana shu rukoyatkasida knopkasi bor, bossangiz o'zi avtomatik suv sepishni boshlaydi. Sepilgan suvni bu orqali tortib yuvib ketsangiz bo'ladi va botini bitta ko'tarsangiz o'zi chiqadi, yechiladi, oson. Eng asosiy qismi mana shu nasatkalarini qanaqa tozalashi va qanaqa o'zgartirishi tushuntiramiz. Bu yerda mana yon tarafida knopkasi bor. Knopkasini bitta bosganingizda o'zi ko'tarilib ochiladi. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana cho'tkalari joylashgan. Bu cho'tkalar yechiladi. Buni tepaga ko'tarsangiz, yechilishini qulaylik tarafi, misol soch ip yig'ilib qolishi bor, boshqa bor. Mana shularni olib turib, bemalol yuvib, tozalab, joyiga qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yoki-da mana bunaqa valikka o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu valiklari, mana bu yerda joyi bor. Mana shu joyi botga tushadi va iziga tushirib olganingizdan keyin bundoq qilsa joyiga tushib oladi. Va ketidan buni kiyg'izib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana bo'ldi. Bu hozir sizga pollattosh sifatida ishlatishingiz mumkin endi buni. Yo'q, olib tashab turib, xuddi shunaqa valiklarni yechib, cho'tkalarni qo'yishni ham o'rgatib qo'yamiz yana qaytadan. Mana
tushirib oldik. Mana shu balikini, cho'tkasini qo'yayotganingizda sal botirasiz va joyiga tushirib olasiz. Misol uchun mana shu kirishkasini taqishda ko'pchilikda tushunarsiz holat bo'lishi mumkin. Mana iziga qo'ysiz, tushmaydi. Ahamiyat bersangiz. Bu yerda ahamiyat beradigan narsa mana shu tekis joyini mana mametiga taqiysiz. Taqab turib va bitta bossangiz taqaldi, bo'ldi, bu yopildi. Endi oldi tarafida mana shu ikkita tili bor. Mana shu tilni bundoq bittasini tushirasiz. Keyin bu yerda ikkinchisini tushirib qo'yasiz. Bo'ldi. Shu bilan pilisos ishlashga tayyor. Ko'rishingiz mumkin, tepa bakini yechib, suv to'ldirib olganmiz, oddiy suv va biz bu yerda mo'yishi sredstva mana ustidan qo'yib yuboramiz. Ko'rishingiz mumkin. Где-то ozgina qo'ysanglar yetadi. Bu konsentrat bo'lgani uchun biz adigi uni bitta aralashtirib olamiz. Keyin shuni shotga o'rnatib qo'yamiz. O'zi avtomatik joylashib oladi. Mana suv tortib ketishini qaranglar, qultirlatib. Endi buni gilamda test qilamiz. O'sha mashhur gilamimiz bor. Xudo xolisa buni polni yuvib beramiz uni. Ko'ringlar. Bismillah. Bu Moishi pilisos Beston firmasiniki. Mana shuni qarang, gilamimizni ochyapti o'sha. Bu kir chiqishini qancha kir chiqyapti. Pilisos qoldi. Bitta rezultatini ko'ringlar, qani. Chiqayotgan kir. Qaranglar. Shunchalik kir. 5-6 marta yurg'izdi. Bu pilisosda test jarayoni edi. Ishlashini o'zingizlar ko'rdinglar. Bunda divan, mebel, undan tashqari pol, tarket, linoleum mo'yka qilsangiz bo'ladi. Narxi vashish keladi. $209 bor yo'g'i xarid qilishingiz mumkin. To'liq 3 yil garantiyasi bilan mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.